Assalomu alaykum do'stlar, hammanglar yaxshimisizlar? Kiminglarga 1 so'm pul bermasdan uylarni xuddi shunaqa qilib remont qildiraman desanglar, endi o'zimizga murojaat qila olasizlar. Xonadonga bir e'tibor bering, juda ham chiroyli chiqdi, mashalloh. Lekin bu xonadon sotilmaydi. Sotiladi deb o'ylamanglar, yashash uchun. Sizlar ham bitta uyda putkizinglar. Endi sal cho'ntagingiz charchab qoladi, to'g'rimi? Ash holatga kelganda, ya'ni mana bu tashqi fasadlarga kelganda, mana burchakkalarga kelganda, shunday holatlarga bitta raqamda aytamiz. Telefon qilasizlar, sizlarni 1 so'm pulinglarni olmasdan o'zlari cho'ntagidan mana shu mana nima deb qo'yadi, sariq tosh deysizlarmi, endi sizlarga qanaqa remont yoqadi? Shularni hammasini o'zlari olib chiqib, mana burchakkalarni o'zlari olib kelishib o'zini puliga. O'zlari mana tominglarni yopish kerak bo'lsa, mana shu shipir tunikalar bilan. Bularni ham o'zlari qilib uylar putgandan keyin sekin pulni oyma-oy uzishni boshlaydilar ekan. Qanday zo'r do'stlarim, men imkoniyatni qarab qo'yinglar. Operator bek, sen bir yaxshi bolada shunaqa yaxshi videolarni ko'rsatib turibdi. Azizlar, sizlardan nima deganda, shu ustalar kelib uylarda shu ish qilayotganda shirin muomala birinchi, shirin muomala va qonunni boqib qo'yasizlar bu. Azizlar, telefon raqamlarimizni tezroq yozinglar, shu videoni saqlanib qilib olinglar. Kerak bo'ladi albatta bu. Yozinglar. 0556 bilan 33 50 50. Qaytaraman. 0556 bilan 33 50 50. Do'stlarim, O'shmi, Bishkekmi, Noqat, Jallovon, O'zgin, qaysi oblastdan bo'lsanglar ham bitta telefon tug'andar. Bo'ldi, bizga o'sha o'zi jetib.